Dunyoda yuz berayotgan voqealarning yetakchi gazetalarda yoritilish tasnifi bilan Jahon gazetalari sharhida tanishing. Bugun sharhimizda Tolibon guruhi tinchlik muzokaralariga kirishdi. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi jinoyatlari. Britaniya sog'liqni saqlash tizimi jarga qulamoqda. Shimoliy Koreya Xitoy bilan do'stlashmoqchi. Shu va boshqa xabarlar gazetalar sharhida. Global Times gazetasi bosh sahifasida bugun Xitoyning O'rta Sharqda tinchlik o'rnatish bo'yicha o'z o'rniga ega bo'layotgani haqida yoziladi. Unda keltirilgan maqolada Pekinda Falastin va Isroil o'rtasida ilk marotaba tinchlik uchrashuvi o'tkazilgani haqida bayon qilinmoqda. Gazetada shuningdek Shimoliy Koreyaning o'z yadroviy dasturi atrofida yuz berayotgan mojarolar borasida xalqaro tinchlik muzokaralarini o'tkazishni so'rab Xitoyga murojaat qilgani aytilmoqda. Ammo Birlashgan Millatlar Tashkilotining Shimoliy Koreyaga nisbatan ilgari surgan sanksiyalarini ma'qullagan va o'tgan haftada Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin Heni qabul qilishga tayyorgarlik ko'rayotgan Xitoy tashqi ishlar vazirining bu murojaatga qanday javob berganligi gazetada batafsil keltiriladi. China Daily gazetasi bugun Erkin savdo assotsiatsiyasining sharqdagi ziddiyatlarni bostirishga ko'mak berish rejasi haqida yozadi. Undagi bosh maqolada Sharqiy Osiyoning yetakchi mamlakatlari Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya o'rtasida savdo aloqalarini imkoni boricha tezroq mustahkamlash, ushbu mamlakatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf qilish yo'lida katta qadam bo'lishi aytilmoqda. Gazetada shuningdek bugun xitoylik astronavtlarning fazodagi Tiangong 1 kemasidan turib yerdagi talabalarga ilmiy ma'ruza o'qigani haqida keltiriladi. Japan Times gazetasi Yaponiya va Braziliya o'rtasida olib borilishi rejalashtirilgan, ammo Fukushimadagi avariya sabab ortga surilgan muzokaralar taqdiriga to'xtaldi. Unda yanagi hafta ikki davlat o'rtasida yadroviy hamkorlik bo'yicha muzokaralar boshlanishi haqida aytilmoqda. Birlashgan Arab Amirliklarining Gulf News gazetasi bugun Qatarning Doha shahrida AQSh va Tolibon yetakchilari o'rtasida tinchlik muzokaralar boshlangani haqida yozadi. Unda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning o'z delegatsiyasini harbiy guruh bilan birgalikda Qatarga yuborish haqida aytilmoqda. Kecha Birlashgan Millatlar Tashkilotining Somali poytaxti Mogadishodagi vakolatxonasi oldida terrorchilik harakatlari amalga oshirildi. Uning natijasida 20 ga yaqin kishi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning 2 nafari Janubiy Afrika Respublikasi fuqarosi ekanligi aytilmoqda. Bu haqda Star gazetasida o'qishingiz mumkin. New York Times gazetasi Afg'onistondagi notinch vaziyatga to'xtalib o'tgan. Gazetada shuningdek Federal rezerv tizimining AQSh iqtisodini rag'batlantirishni to'xtatish haqida maqola chop etildi. Washington Post gazetasi bugun AQSh Milliy xavfsizlik agentligi fuqarolar shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlagani atrofida tinmayotgan mojarolarga to'xtalgan. Unda keltirilgan bosh maqolada agentlik direktori general Kitbi Alexanderning ushbu ma'lumotlar 10 ta ehtimoliy terrorchilik xatti-harakatlarining oldini olishda qo'l kelganligini aytgani keltirib o'tilgan. Wall Street Journal gazetasi bosh sahifasini Tolibonlarning tinchlik muzokaralariga bel bog'lagani haqidagi maqolaga bag'ishladi. Ammo gazetada muzokaralar boshlanganiga qaramasdan Afg'onistonda qaltis vaziyat hukm surayotgani aytib o'tilgan. Britaniyaning Times, va Daily Telegraph gazetalari bugun NHS Milliy sog'liqni saqlash tizimi haqida yozadi. Ularda kasalxonalarda tibbiy xizmat sifatini nazorat qilgan va ko'plab go'daklarning hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'lgan mas'ul shaxslarni ham jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ko'ndalang qo'yilgan. Guardian gazetasi Olimpiya o'yinlarida alangalangan mash'ala atrofida boshlangan tortishuvlarga to'xtalgan. Maqolada amerikalik dizaynerlar 2007-yili ushbu andozani London Olimpiya qo'mitasiga topshirgani va undan hech qanday javob olmagani aytgani keltirilgan. Shunday bo'lsa-da, bu mash'ala Olimpiya o'yinlarida yongani amerikalik muhandislarning hayrati va katta noroziligiga sabab bo'ldi. Independent gazetasi britaniyalik bankirlarga beriladigan bonuslar miqdori rekord darajada, ya'ni 64% ga oshgani haqida bayon qildi. Bunga parlament a'zolarining kuni kecha soliq stavkalarini katta miqdorda kamaytirish choralarini amalga oshirgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Moscow Times va Delovoy Peterburg gazetalarida yaqinda Sankt-Peterburgda bo'lib o'tadigan 3 kunlik iqtisodiy forumdan kutilayotgan natijalar haqida so'z yuritiladi. Dunyo voqealaridan xabardor bo'ling. NTT kanalida Jahon gazetalari sharhi bilan tanishib boring.